Wildberries'ni sellerlariga juda ham krupniy, большой количествоda tovarlar yetkazib beradi. Bitta sellerning o'zi biz akani, Asad akani aytish bo'yicha bitta sellerning o'zi 40 mingta tovar sotar ekan. Именно bu tovarga dokumentlar beriladi. Brendga ham beriladi dokument, narxlarga gap yo'q va eng muhimi bu yerda kачество va undan ham muhimi tovarni tugab qolmasligi. Chunki siz tovarni million rublga topga chiqarib olasiz va sizga misol uchun Sadovatga, Yujniy Varotaga yoki Lyubinaga borgan bo'lsangiz, sizda именно mana shu model qolmadi deb aytishadi. Bu juda ham katta minus, chunki siz million vaqtlar bilan siz topga chiqib oldingiz. Va tovar qolmay qoldi. Lekin hozir bu zavod, bu fabrika aytishyapti-ku, biz do'konsa qancha kerak bo'lsa, xohlagancha chiqarib beramiz deyapti. Bizda bundan tashqari boshqa tovarlarimiz ham bor. Mana именно детский pastelniy bелье va boshqa pastellar ham bor. Bular именно Samarqandda kачествосiga gap yo'q va tovarni oxiri yo'q. Xohlagancha yetkazib beradi sizlarga. Bizda hozircha shular. Kun oxirigacha biz bilan birga qoling. Kun oxirigacha juda ham qiziqarli va foydali videolar bo'ladi.